bir narsa berardim-da. Shu holatmi uyda ham? Xo'p, nima shikoyat bo'lyapti Muhammad Aziz aka? Injiqligiga. Ko'pmi? O'sha anjama qilib shunaqa sirlarni. Bog'chada lekin yaxshi. Uyda. Bog'chada hech qanaqa shikoyat yo'q. Bog'chada yaxshi yuradi. Yaxshi yuradi. Faqat injiqlik ham ko'proq sizgami? Qolgan oila a'zolarimizga bunchalik emas, a? O'zimga Dadasiga ho'l bo'ladi. Injiqlik qanaqa ko'rinishda? Ming yig'imi, narsalarda otyaptimi? Tishlab olyaptimi yoki o'zini tashlab olyaptimi? Tashlamaydi. Yotib olish yo'qmi aytgani bo'lmasa? Yo'q-a? yig'laydi, ber. Talashadi, yig'lab. Oyog'ini pitir qilib yig'lashchi. Bunchalik emas. Qachondan injiqlik ko'paydi Muhammad Aziz? Yoki oldindanmidi? Shu Yoshligidanmi? Xo'p. o'zimizda ham ko'rsatdik. Aha. Kundan kecha ichgan, dorilarni kundan keyin ko'rsatmagan. Ichmaganmiz bundan keyin, to'xtatganmiz. Xo'p. Telefon ko'p bo'lmayaptimi kelinlar Muhammad Azizda? Yaqinda shu bir ichida ko'p emas. Orada ko'rdim, Ortiqcha emas. Xo'p, bola, ishtaha yaxshimi bola? Uy ovqatlarini yaxshi iste'mol qilamiz, go'sht, tuxum mahsulotlarini yaxshi iste'mol qilamiz, a? Xo'p, bo'ladi. Yotganda ko'p pitirlab, qimirlab yotish. Bunaqa narsa. uxlaganda qilib Aha. Boshqa bolachalar bilan munosabat qalay Muhammad Aziz ko'rdimi? Uydagi farzandlaringiz bilan akalar o'sha talashuvlar hammasi. talashish bor, ha? Qizg'anish bor, agressiyachi, qo'zg'aluvchanlik ko'proq akalarga nisbatan urushqonlik bor. Meniki degan narsa ham bor. Bu bola bu kenja farzandmi? Kichkina. Kichkintoy. Nechta akasi bor? Ikkita akasi bor. Oilada qanaqadir jiddiy muammo yo'q-a? Yo'q. Oilada tinch qanaqadir. Yaxshi. Bu bo'ladi. Ham xulosa bo'yicha, ham shikoyatlar bo'yicha taxminiy tashxis ko'proq bolalar nevroz degan holat bor kelinlar. Nevrozning bir qancha sabablari bor. Gijja bo'lishi mumkin, ha? Gemoglobin pastligi bo'lishi mumkin. Hozir gemoglobin kam, ijtimoiy muhit yaxshi bo'lmayotgani bo'lishi mumkin. Ko'p urushadigan oilalarda bo'ladi narsa. Telefon bo'lishi mumkin. Hozirgi holatda juda ko'payib ketayotgan narsalar. Bundan tashqari holatlarda yaxshi ovqatlanmaslik organizmga oqsilda, uglevodda, vitamin, minerallarda kerakli miqdorda kirmasligi olib keladi. Natijada burada qaysarlik, injiqlik bo'ladi. Normaga tushadi, xudo xolasa. Sababini qilamiz, sekin-astalik bilan normaga tushirib boramiz. Haligi kenjalikda ham asorati bor. Kenjatoyda asorati bor. Mana, Muhammad Aziz qarang. Tik. 1 2 Mashinachingiz kim olib berdi? Qimirlatmay turing, hoji. Mashinachingiz kim olib berdi? Buni kim olib berdi? Yodlash bormi kelinlar? Bu narsalarni yodlab aytish bo'lyaptimi? Yengil bog'chalarda? Yodlaydi, mana de, zo'r. Kiyinishchi Muhammad Azizda. Mustaqil. Yengilroq kiyimdichi. Nari qo'lingizni ushlab oling, hoji. Oyoq kiyim, shapkasi. Asosan oyoq kiyim, shapkasi. Bu qo'lingizni bering-chi. Narigisini berib turing. Keyin Qashqarida aylanib yursak, transportda yaxshi yuradimi? Ortiqcha injiqlik qilmasdan. Bo'pti. Hoppa. Men borg'acham bering. Men shapkasi kiyizib qo'yaman. Bir narsa berardim-da. Shu holatmi uyda ham? Doimiy aytgani bo'ladi Muhammad Azizda uyda? Yo'q, ashuni sekin-asta kamaytirishimiz kerak endi. Doimiy aytganini qilaverish ham bolada nerv sistemasini shunaqa qaysarlantirib tashlaydi. Ha? Misol uchun hozirgi qilayotgan holati boshqa 3 yoshli bola bunaqa qilmaydi-da, odatda asabiylash bo'lmasa bolalarda. Tekshirish yo'l qo'yadi bemalol, gaplashsangiz, nima deydi, so'z kontakt tuzaladi bemalol. Asabiylashib, bol yo'qolib tepib olish bu nevroz klinikasi doimiy aytganini qilaverishning oqibatlaridan bittasi.